Bugun Farg'ona soliq texnikumida Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish viloyat hududiy boshqarmasi tashabbusi bilan 15 mart Butunjahon iste'molchilar huquqlari kuniga bag'ishlangan ma'naviy-ma'rifiy tadbir bo'lib o'tdi. Tadbirda sohaga daxldor idoralar vakillari, shu jumladan texnik jihatdan tartibga solish agentligining viloyatdagi mas'ul xodimlari, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasining viloyat hududiy birlashmasi mas'ullari kun tartibidagi masala yuzasidan o'zlarining ma'ruzalari bilan ishtirok etdilar. Tadbirda iste'molchi va uning huquqlari, mamlakatimizda iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunchilikning vujudga kelishi, taraqqiyoti, bugungi kundagi holati va qonunchilikni hayotga keng joriy qilish borasida olib borilayotgan ishlar yuzasidan atroflicha ma'lumotlar berib o'tildi hamda tadbir ishtirokchilarining kun tartibidagi masala yuzasidan fikr-mulohazalari tinglanib, ularni qiziqtirgan savollarga mutaxassislar tomonidan atroflicha javoblar qaytarildi.